Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. O'zbegim turar joy majmuasi 2-lot EFG bloklarida ish avjida. Bugungi videomizda biz qurilish jarayonlaridagi ma'lumotlarni sizga taqdim etmoqchimiz. Albatta, bugun bizning suhbatimizda aynan O'zbegim turar joy majmuasining qurilish ishlariga mas'ul bo'lgan muhandisimiz Muhammadjon aka bilan suhbat quramiz. Muhammadjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sizga kuch-quvvat tilaymiz, lekin o'zgarishlar ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bizga va hurmatli mijozlarimizga, bizning kuzatuvchi yurtdoshlarimizga ma'lumot bersangiz, 2-lotda ishlar qaysi bosqichda ketyapti? Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi blogimizda 6 va 7 qavatlarga karkas ishlari, ya'ni yuk ko'taruvchi karkas devorlari tayyor holatda ko'rishingiz mumkin. O'rtadagi binomizda esa uje aplovkalari 7-qavatda aplovkalari yopilish jarayonida. 3-blokdachi? 3-blokda perikriti qismi, 6-qavat perikriti qismi karkas ishlari olib borilmoqda. Xo'sh, ichki devorlar qo'yish jarayonlari ham boshlanganmi allaqachon yoki u bosqichma-bosqich ketadimi? Albatta, mana ichki devorlar ham uje boshlangan. Nechinchi qavatgacha ko'tarildi endi ichki devorlar? Ichki devorlar 7-qavatgacha bo'ladi. Bo'ladi. Hozirgi kunda nechinchi qavatga yetib keldik devorlarni ajratish bo'yicha? Hozirgi vaqtda eng yuqori ko'tarilganimiz 4-qavatgacha ichki devorlari ko'tarilgan. Bizda taxminan necha kishi ishlayapti? Qancha mutaxassis jalb qilingan? Taxminan 100 dan ortiq ishchilar mavjud. Yana bitta masalasi bor. Endi bu savol menimcha aktual savol. Har safar bu savolga yuzlanamiz. Biz reja bo'yicha boryapmizmi va aytgan vaqtimizda topshira olamizmi? Albatta, reja bo'yicha hamma ishlar ketma-ketlik bilan bajarilmoqda. Xo'sh, taxminan qaysi oyda mana shu butunlay hamma devorlar ko'tarilishi kunini bizga ayta olasizmi agar reja bo'yicha borilayotgan bo'lsa? Taxminan iyullarda binolarimiz betonlash va ichki devorlar pardozlash ishlari yakunlanadi. Va fasad qismiga o'tiladimi? Va fasad qismi ham boshlanib ketadi. Boshlanadi. Demak, biz yilda oxirigacha deyotgan muddatimizda bemalol xonadonlarimizni o'z egalariga topshira olamiz. Xuddi shunday. Yilning oxirigacha vot qilamiz deydimi? Shunday. Demak, hamma hujjatlashtirish ishlari to'liq, qurilish ham bitadi, hujjatlashtirish ishlari ham bitadi va biz bemalol yurtdoshlarimizni xursand qilsak bo'ladi. O'z xonadon egalariga topshiramiz. Muhammadjon aka, 2-lot haqida ma'lumotlarni olib bo'ldik, lekin e'tibor qilsak bizda 3-lotga ham start berilgan. Nimalar bo'lyapti? Ustalarimiz qanaqa ishni bajaryapti hozir? Hozir 3-lotda, ya'ni poydevor qismi karkas ishlari boshlanganini ko'rishingiz mumkin. Muhammadjon aka, yana bir hammani qiziqtirgan savol. Xonadon xarid qilgan odam endi katta niyatlar bilan xonadonni xarid qiladi. U yerda o'zini kelajagi, oilasini hamjihatligi, tinchligi, totuvligini o'ylab niyat qilib xonadon xarid qiladi. Va hammani qiziqtiradigan holat bu xonadonni qurilish jarayonidagi ishlatilayotgan qurilish materiallari ham ko'plab yurtdoshlarimizni qiziqtirishi aniq, to'g'rimi azizlar? Shu mahsulotlarning sifati haqida bizga so'zlab bersangiz. Mahsulotlarimizni so'rayapsiz. Mahsulotlarimiz armaturalarimiz A400 markadagi armaturalardan foydalanamiz. Betonlar esa 350 markadagi, ya'ni M350 markadagi betondan foydalanamiz. Barchamiz bilamizki, Mega House'ning Mega Beton nomli beton zavodi mavjud. O'sha yerdan beton mahsulotlari istagan vaqtda, istagan paytda beton yetkazib berishadi bizga. Demak, bizda ishda pauza umuman bo'lmaydi. Biz xohlagan vaqtimizda, xohlagan soatda beton mahsulotlarini buyurtma qilib va bizgacha yetkazilishini ta'minlab bilamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xo'sh, endi devorlar masalasiga keladigan bo'lsak, juda ham ko'plab yurtdoshlarimizda gazoblok bilan devorlar ko'tarilganida sifati qanaqa bo'ladi degan bir ajablanish bor-da. Mana shu gazobloklar haqida nima ma'lumot bera olasiz? Gazobloklar bizda 500 markadagi gazobloklar foydalanmoqda, ya'ni mustahkamligi va sertifikatlari mavjud. Bu gazoblok ko'p kishi o'ylashadi, bu gazoblok sovuqlik o'zidan, ya'ni qish mavsumida sovuq o'tkazadi. Yo'q, bu xonadonlar barchasi fasad qismlari bazolit qilinadi, ya'ni izolyatsiyalanadi.
Endi bitta savol borda, hammani qiziqtiradigan holat gazoblok bilan terilgan devorda televizor osib bo'lmaydi, mebel o'rnatib bo'lmaydi degan bir mish-mishlar yuradi-da. Shu haqida fikringiz? Bizdan xonadon olgan mijozlarimiz bemalol televizormi, mebelmi, har qanday jihozlarni bemalol devorlarga o'sishlari mumkin. Buni amalda ham sinab ko'ramiz. Keyin bizning devorlarimiz yana bir xonadonimizning 50-60% betondan iborat. Demak, faqat fasad qismi va devorlarga ajratish qismi gazoblok bo'ladi xolosmi? Ayrim devorlari, ichki xona devorlari gazoblokdan iborat ayrimlar. Demak, agar men hozir xohlagan xonamga borib, ikkita mix qoqib, o'zim 105 kilomanda, 1 sentnerdan og'irroqman. Shunda ikkita mix ushlab osilsam, demak dosh beradi. Dosh beradi. Tekshirib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, tekshirib ko'rsak bo'ladi. Bo'lmasa sizlar ketdik, bir gazobloklik devorlarga osilib ko'raylik, to'g'rimi? Yuring. Ana endi azizlar, hozir guvoh bo'lasizlar. Mana gazoblokka angelbolt urildi, mana armaturani menga tayyorlab berishdi. 105 kilo, 1 sentner va 5 kilo azizlar. Mana ko'ramiz, ko'taradimi, yo'qmi? Mani ko'targan bu gazoblok ana sizni televizoringizni ham ko'taradi, muzlatkichingizni ham ko'taradi, mebelingizni ham, xohlagan jihozingizni ko'tarish kerak, xudo xolisa. Omad tilaylar. 1, 2, 3. Ko'tardi azizlar, mana ko'rdinglar. Ko'taradi, mana shunaqa mustahkam, mana shunaqa sifatli gazobloklar Mega House kompaniyasining O'zbegim turar joylarda mana shunaqa har bir blokda mana shunaqa sifatli gazoblok ishlatilyapti. Shuning uchun ham azizlar, gazobloklarda ham sifatlisi bor, salgina sifatliga yaqinrog'i bor. Shuning uchun ham quruvchi mana shu qurilish jarayonida faqat sifatli gazobloklardan foydalansa, siz eshitgan mish-mishlar barham topadi. Xohlagan jihozingizni, xohlagan texnika vositangizni bemalol mana shunaqa sifatli gazobloklarga olsangiz bo'ladi. Buning uchun mana shunaqa sharoitni bizga yaratib bergan Muhammadjon akamizga minnatdorchilik bildiramiz. Muhammadjon aka, haqiqatan ham gazoblokning sifatini tekshirib ko'rdik. Zo'r sifatli ekan. E'tibor qilib qarasam, binomizni asosiy qismi haqiqatan ham betondan iborat ekan. Taxminan 60-70% o'zi beton materiallari ekanda, gazoblokdan ko'ra. Endi ko'pchilik yana bir aytadigan gap bor-da aka. Bugun biz siz bilan shu mish-mishlarni sindirib tashlashimiz kerak. Betonni deydi, shu piyozni deydi, poyasida mayin qilib qo'yadi-da deydi, undan sifat bormi, yo'qmi, kim biladi degan savol yo'llaydigan bir negativchilar ham bor-da. Xo'sh, bizda binolarimizda qanaqa qalinlikda betonlar qo'yilyapti? Bizda yuk ko'taruvchi binolar, devorlarimiz barchasi 20 sm qalinlikda, ya'ni proyektdagidek bo'lyapti. Ishonmayman deydi-ku, ko'rmasam ishonmayman deydi-ku. O'lchab ko'rishingiz mumkin xohlasangiz. Bo'ldi. Mana azizlar, metr qo'limizda. Mana marhamat, mana shu xonadonni mana devorni o'lchab ko'ramiz. Mana marhamat. 20 sm qalinlik. Balki bittasi shunaqa qilingandir ko'rsatish uchun, boshqalari unaqa bo'lmasa-chi degan gap qiladiganlar uchun mana marhamat. 20 sm. Agar juya bu kiradigan eshikning yonida, shuning uchun shunaqa sal qalinroq bo'lgan deydiganlar ham bor. Mana xonadonning ichkarisiga kirdik, mana 20 sm. Endi Muhammadjon aka aybga buyurmaysiz. Endi sifatda tekshiryapmizmi? Oxirigacha tekshiraylik, to'g'rimi? Mana beton devorlar azizlar. Beton devori mana bu tarvuz, qovunlar sotib olganda unda urib ko'ramiz-ku, to'g'rimi? Bu yaxshi pishganmi, yo'qligini tekshirish uchun. Men eshitishim bo'yicha betonni quyayotgan jarayonda sifatli bo'lsa, jarangdor ovoz chiqadi deb eshitganman Muhammadjon aka. Ovoziga bir eshitamiz-da, to'g'rimi? Bemalol. Azizlar, qani bitta sinab ko'raylik.
burchaklari mana. Jaranglashini qarang, mana jaranglashini. Mana sizlar o'zingizlar ko'ryapsizlar, qaysi tomonidan urmay betonni urishim bilan jarangdor ovoz chalinyapti-da. Akajon, mana siz o'zizcha bolg'a bilan urdingiz, lekin bu aslida har bir qavat maxsus laboratoriya xodimlari kelib, laboratoriya test sinovlarini o'tkazib, bizga xulosalarni berib ketishyapti. Ya'ni o'sha 350 marka olayotgan bo'lsak, 350 markadagi beton laboratoriya xulosalari sifati kelib chiqyapti. Endi aka, bir urib ko'rdim-da. Endi ko'chada mana shunaqa urish metodikasi bor ekan, shu bilan tekshirib ko'rdim aka. Xonjon aka, sizga kattakon rahmat. Bilaman, bugun kun mobaynida sizni vaqtingizni oldik, lekin bizni mijozlarimizni, yurtdoshlarimizni va kuzatuvchilarimizni nima deydi, ko'plab savollariga mana shu jarayonda javob olishligiga sababchi bo'ldik. Buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, Mega House tomonidan barpo etilayotgan O'zbegim turar joy majmuasida mana shunday ajoyib tarzdagi sizga qulaylik yaratuvchi, xavfsiz xonadon sohibi bo'lishingiz uchun tunu kun harakatda bo'lgan jamoa ishlayapti. Bizni kuzatishda davom eting. Biz hamisha sizni eng zo'r xonadonlarda yashashingiz uchun harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi videomiz orqali biz sizga O'zbegim turar joy majmuasining 2-loti EFG bloklarda bo'layotgan qurilish jarayonlari haqida ma'lumot berishni istadik. Sizni qiziqtirgan har qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib O'zbegim turar joy majmuasining sotuv ofisiga tashrif buyuring. Bizning sotuv menejerlarimiz sizni qiziqtirgan har bir savolingizga javob berishadi. Albatta, har kun ham inson xonadon xarid qilavermaydi. Yillar mobaynida pulingizni jamlab, o'zingiz, oilangiz uchun xavfsiz bo'lgan, sifatli bo'lgan xonadonni xarid qilishni niyat qilgansiz. Albatta, biz O'zbegim turar joy majmuasi jamoasi sizning niyatingizga xos bo'lgan sifatli xonadonlarni sizga taqdim etishlikni biz ham niyat qilganmiz. Shuning uchun ham xonadon xarid qilar ekansiz, albatta, har qanday turar joy majmuasining hujjatlari bilan o'rganib chiqishingiz kerak. Undan tashqari qurilish maskanlarga tashrif buyurib, qurilish jarayonlari qanday ketayotganligi haqida ma'lumot olishingiz kerak. Aynan sizning xonadoningiz qurilish jarayoniga ishlatilayotgan qurilish materiallarining sifatlari bilan ham yaqindan tanishishingiz kerak deb o'ylaymiz. Shu sababli ham biz O'zbegim turar joy majmuasi sizga doir bo'lgan, sizga loyiq bo'lgan xonadonni albatta taqdim etishdan bag'oyatda mamnun bo'lamiz. Biz sizni ofislarimizda kutamiz. Yanada sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga bog'laning. Bizning sotuv menejerlarimiz sizga savollaringizga javob berishadi.